Мәңлік яуы Яңжи nima uchun 5 yo'lbos sanğın qatarga kirenmeydi? Acaba onun elem marti bu 5 yo'lbos sanğınıga yetmemdi. Subuyda namlıq əsəri qiziqadigan dostlar, meni qo'shib olib bir tal yaxshi yurak urib o'tib mazmunning davomini alinglar. Subuyda namlıq əsərdagi bu yerki Мәңлік yavu Яңжи bo'lsa, Yang jamiyati baturlarining avlodi. Buni burun bir televiziya teatr bati ko'ygan bo'g'oytinglar Yang jamiyatining baturlari deb. Bu shularning avlodi. Ya'ni bu kichigidan tatiblar şu ailesinden başlap tug'ilgan ailesida Alamdarlar ailesi tug'ilgan. Elik nurgun naqshlama san'at ailesi tug'ildi ekanma degandek. Kichigidilla muntizim tarbiya olgan. Keyin harbiy sabga kirib bu yerga farmonchi bek bo'lgan. Asli bu Yangjining xil yomon emas bir kelajagi boti. Lekin keyin buni to'l domil vesib Mavlud so'g'isini uda tatqisib qo'yib, onun keyin elik bir ishtag'im uchrab shuni bilan bu palinib ketdi. Bunaqa buyurilgandan keyin amal yo'q, Arlongshanga chiqib ketdi. Arlongshandan keyin Liangshan kulga ketildi. Endi bu yerda Wusungning yo'l boshlashi bilan Lujishin qatorliqlar bilan birga Liangshan kulga ketilgandan keyin bu yerda Yangji Liangshan kuldagi 108 polvon qatorida 17-o'ringa tizildi. Ot ustidagi 8 chavandaz qatoriga kirdi. Sal tovan o'ringa tizilib qolgan. 5 yo'lbos sanğın qatoriga bu kiranmaydi. Undaqda Yangjining 5 yo'lbos sanğının kiranmasligiga zot nima sabab bor? Acaba buning alam marti haqiqatan yetmamdi deb Subuyda namlıq əsərə qarsak, Yangji eng dastlab chiqqan vaqtning o'zida Liangshan ko'lining ostida qoplanbash Linchong bilan 50 martam urushib, yenish ayrılmaydi. Demak, buning alam marti Linchongdan kam emas. Lekin bu yerda nurg'unlar Linchong bu yerda shamshar ishlatdi, balki nayz ishlatgan bo'lsa, Yangji o'lib ketishi mumkin deydi. Lekin bu yerda Linchong degan 8 bak ordiya savolining alam mashqavli. Bu shamshar nayza qatorliq har qanday Qur'on ishlatishga moyir. İkinciden bu yer Yangji'mi o'xshashla bardar shamshar ishlatdi. Bu markaz ot choptirib kelib nayz ishlatolmadi. Demak, bu jihatdan qarg'a vaqtda Yangji'ning marti haqiqatan qilishmaydi. Keyin bu yerda Yangji yana Arlongshan chiqishdan burun Guldar shayx Lujishin bilan 50 marta urushib, yengilish ayrilmaydi. Bu yer Guldar shayx Lujishin degan kim o? Subuyda namlıq əsərdagi birinchi kuchli polvon. Alam marti jihatda 5 yo'lbos sanğından hargiz qilishmaydi. Ham piyod lashkarlarning 5i bu degan. Demak, Yangjining marti qaranglar. Yangji yana hamda ot ustida Xoyanjo bilan 50 marta urushib, yengilish ayrilmagan. Xoyanjo degan shu 5 yo'lbos sanğının qatorida birisi. Demak, bu yerda Yangjining alam marti qarsak, mayli ot ustida, mayli piyoda, mayli nayza, mayli shamsharda qat'iy kam emas. Bulardan qat'iy to'van turmaydi. Undaqda bu nimishqa 5 yo'lbos sanğının qatoriga kirolmaydi deganda men materialga bunda qarsam, bundaq 3 turlik sababni tepib chiqdim. Birinchidan, Yangjining alam marti yuqori bo'lgan bilan buning qo'shin boshlab qo'mondonlik qilib, saf tuzib jang qiladigan mandaq sarkar sanğunluq ma tajribasi kamlamas yo'q. 5 yo'lbos sanğının qolganlari qarab yiqinlar. Linchongmi o'z vaqtida 8 bak ordiya solib mashg'ul bo'lgan. Qolgan 4 qarapaqli Xoyanjo bilan Guanshinga gap to'g'ri kelmaydi. Buning qo'mondonlik san'ati saf tuzishi o'z vaqtida Xoyanjomi chatmi qator safni tuzib, Liangshan kulni terib beran qilayotgan. Qolgan Guanping, Chinminglar qarsaqmi bularningki bu jihat iqtidori yuqori. Lekin Yangji bu 5ning hech qaysiga yetmaydi, bu jihatda tajribasi yo'q. İkinciden, Yangjining Liangshan kuliga chiqqan vaqti sal keyin. Mesela Linchongga gap to'g'ri kelmaydi. Bu yerda Liangshan kulining eng dastlabki yaktaklik Wanglinning vaqtidan boshlab Linchong ba ajr to'kpisi kam emas. Linchong Liangshan kulining muhim janglarining hammasida ba cho'ng to'k bilan ko'rsatgan. Endi cho'ng qilishlik Guanshin qarab yiqinlar, Xoyanjo qarab baqili, Guanping, Chinming qarsaq har qitim Turshaul sanğun olib cho'ng to'k bilan ko'rsatdi. Lekin Yangjining endi bir ajri bor. Lekin Liangshan kuliga nisbatan bevos ko'rsatgan bir cho'ng to'kpisi yo'q buning. Ma 5 yo'lbos sanğuni qaraganda bu sel kayniga tizilib qoladi shunga. Üçüncü bir muhim sebep bo'lsa, bu yerda Yangji asli Arlongshandagi 3 cho'ng top 5ning birisi. Bular Liangshan kuliga qaytilgan vaqtning o'zida Yangji Sunjangning oldiga ta'zim vijo keltirib bir salomga kelmaydi. Yoki buni mandaq vositalik tunishtiradigan bir odam yo'q. Mesela Wusung qarapaqli Wusung bilan Sunjangga burul og'ini olishib bo'lgan. Ko'ni ko'p qatlar bu. Lujishinga qarsak, bu Lujishinning nomi bor, uning ustiga Linchong bu arg'i tushib, Sunjanglar ayrim ko'rishdi dedi. Lujishinmi Sunjangga hurmat bildirib animani qildi. Biroq Yangji buni tunishtirgan odam yo'q. Hem bu yüzünü o'ylab qoldim tang,
Sunjangның алдыға бұндақ игіліп салам саят қылып бұндақ бамайды. Шуның білән бұмы Sunjangның нәзірге бәк кеп кетмеді. Ма әмілік тұрмыштымы башлық білән қызметшінің отырысты мұшындақ мұнасуәтлер бамы yok mu? Әмілет ойлап еқіңла. Şunun üçün bu yet Yangji'nin elem martı yuqur bolsu mu 5 yolva sanğın qatarga kirenmigen. Undaqta navadi Yangji'ni 5 yolva sanğın qatarga kirdirip qalsaq, buni 5 yolva sanğını kimning o'rniga almashtirib olsak eng muvafiq deb o'ylaysizlar. Fe'lni qilib beqinglar. Rahmat.